Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Adin Expert'dan xatos ro'yxatdan o'tish va pul chiqarish tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan ko'ringizlar, tushunmay qolishlaringiz mumkin. Adin Expert o'rnatib bo'lganimizdan keyin kiramiz. Bu yerda kirish, ro'yxatdan o'tish bor. Ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Ya'ni bunga bu yerda do'stlar 4 bosqichda ro'yxatdan o'ting deyapti. Biz esa bir bosqichda ro'yxatdan o'tamiz. Tez va oson. Bu yerda do'stlar birinchisi mamlakat deyapti. Mamlakat o'zida turibdi. Ikkinchisi so'mni belgilash kerak. Uchinchisi tanlang deyapti. To'rtinchisi promo kod deyapti. Bu yerda barchasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda promo kod degan joyiga xuddi shunday kiritasizlar. Bu yer pastki simplichka bu yerda sport uchun tanlasangiz bo'ladi, kazino uchun ham. Bu farq qilmaydi. Keyin ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda do'stlar kapchadan o'ting deyapti. Bu yerda hammasi o'z holiga chiqishi uchun, mana xuddi shunday chiqishi uchun avtomobil belgilang deyapti. Avtomobil belgilaganimizdan keyin tasdiqlashni bosamiz. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Bu login bilan parolni galereyangizga saqlab qo'ying. Mabodo akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, bemalol kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingiga o'tamiz. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Menyuga o'tamiz bu yerda. Mana bu yerda endi birinchi qiladigan ishimiz shaxsiy ma'lumotlar deyapti. Buni to'ldiramiz. Pul chiqarish, pul kirgizishda umuman muammo bo'lmaydi. Bu yerda o'zingiz haqingizda barchasini to'ldirib chiqasizlar. Pasportda nima deyilgan bo'lsa barchasini to'ldirib chiqqanlaringizdan keyin tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash bosganlaringizdan keyin mana bu yerda o'zingizni ism familiyangiz chiqadi. Endi masalan burchakda bulutchaga o'tsalaringiz mana do'stlar. Bu yerda hisob to'ldirish, mablag' chiqarish ikkalasi yonma-yon turibdi. Bemalol chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan Uzcarddan solgan bo'lsangiz Uzcardga, Humo bo'layotgan bo'lsa Humodan, Visa bo'ladigan bo'lsa Visa, hammasi ko'rsatilgan. Bu yerga kirib bemalol mana hech pul chiqarmoqchi bo'lsalaringiz yozasizlar. Bu yerga katta raqam egasini tugash. Keyin tasdiqlash, bemalol pullaringizni chiqarib beradi. Muammo bo'lmaydi. O'yinlarga keladigan bo'lsak do'stlar, mana bu yerda sport o'yinlari, kazino, gamis uchalasi yonma-yon turibdi. Bemalol o'ynashlaringiz mumkin. Bu yerda mana barcha o'yinlar bor. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.